Hasanboy Do'stmatov yana bir bor jahon chempioni bo'ldi. Yana bir bor deyapman, chunki bu yangilik emas, bilasizlar. Meni 40 chiqqandan beri aka borgan musobaqasida yutib keladi. O'zini vesini monopoliya qo'ygan, o'zini vesida chingalchik tashlashdan ham Luboyni yutib yuboradi. Perchatga taqqanni gapni ko'ryapti. Kadeo Madridda 22 ta bo'lsa, bitta gol hisobiga yutsa gapirsam, u akam bitta jali odamimiz gapirmasam bo'lmaydi, to'g'risi. Shu bir kishilik talp olib qo'ygan. Bir kishilik talp emas. Bitta o'zurada 5-6 kishi urgandek ko'radi. Bu kariyeschi odamni tishiga tushadi. Hasanboychi urganda raqib sachiga kariyes tushib ketdi, ko'rdinglarmi? Biqini yurib tishini tomirlarini ko'rsatib, peshanasiga varikoz chiqqan odamni ko'rganmisizlar? U tashlab qo'yib ketdi. O'y, bo'ydan oldin men Bahodir deb esida tushar edi degan ekan. O'y, ko'k unaqa to'polon qilma deyishgan. Hech yo'q, ikkiga bir urishadi degan ekan, ham unashmayapti. Yo'q, unaqa qilma deyishibdi. Oxiri ko'rgan bo'lsa, birinchi raund urgandan keyin hali trenerini ko'rdinglarmi? Raqib trenerini. Voy, mavolaga ikkinchi guruh nogironiga dokument qilib beraylik. Deyotganini eshitdilarsizlar, men eshitdim. 2 tur kam ta'minlangan qilib qo'ydi o'sha. Tabriklaymiz.